Aziz muxlis, Finlandiya politsiyasi Boltiq dengizidagi Rossiyadan kelayotgan kemani qo'lga oldi. Sankt-Peterburg portidan Isroilga yo'l olgan yuk kemasi Boltiq dengizidagi suvosti kabellariga qasddan zarar yetkazishda gumonlanmoqda. 31 dekabr kuni Finlandiya politsiyasi Rossiyadan suzib kelayotgan kemani qo'lga oldi. Kema Finlandiya ko'rfazi orqali Helsinkidan Estoniyaga boradigan dengiz osti telekommunikatsiya kabeliga qasddan zarar yetkazishda gumonlanmoqda. So'nggi yillarda bu hududda shunday o'xshash bir qator hodisalar sodir bo'ldi. Finlandiya chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, hodisa paytida qo'lga olingan yuk kemasi Rossiyaning Sankt-Peterburg portidan Isroilga ketayotgan bo'lgan. Politsiyaning ma'lum qilishicha, kema langarlari dengiz tubida sudrab borayotgan bo'lgan va u Finlandiya hududiy suvlariga yo'naltirilgan. Hozircha biz telekommunikatsiyani og'ir shaklda izdan chiqarish va og'ir shakldagi sabotaj va unga urinishni gumon qilmoqdamiz, deydi politsiya boshlig'i Yari Luyko. Tergovchilarga ko'ra, kemada bo'lgan 14 nafar ekipaj a'zosi Rossiya, Gruziya, Qozog'iston va Ozarbayjon fuqarolari. Ularning barchasi Finlandiya politsiyasi tomonidan ushlab turilibdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kemaning egasi, boshqaruvchisi esa Aipros Shipping va Trading hisoblanadi. Bu kompaniyalar holatga izoh bermagan.